millatning erkinlik sadosi, yorlangan yuraklarning nidosi, bo'g'ilgan ovozlarning sirdishi, da'vogarlarning simosi, izlanish munbiri. Siz ve benim avazımız Şerqi Türkistan avazı. Assalamu alaikum, hürmetli Şarq Türkistanlık kırımdaşlar. Anlavatqanımlar Şarq Türkistan avazı, Tor radyosu, haber ve muloyiz programması. Hürmetli kırımdaşlar, tövende radyomuz muhbirinin bir kısım jangovar yoshlar bilan elib borgan suhbatining 3. bölümünü huzurunuzga sunamiz. Hadi merhamet. Rahmat qarindoshlarım, baralda hammanglar o'zinglarning o'yinlarni, ko'ngildagilarni dedinglar bu yerda bizning maqsadimiz shu, ko'ngildagi so'z, ko'ngildagi so'zlarni anglash. Bizning radioning tutgan yo'limiz bu betaraflik, haqiqiy axborotning prinsipi shu. Hamma odamga o'zining ko'nglidagi haqiqiy o'ylaganlarini so'zlashga fursat yaratib berish. Bu yerda o'xshamagan fikrlar o'tirg'i tushdi. Men shuningdan xo'sh, rahmat aytaman. Endi faqat eskartib qo'ygan bir nuqta bor. Baya qarindoshlarimizning ba'zi debati bu uzun muddatli kurash bo'lg'achqa, ertaga bu fursat bizga keladi. Shunga hozir cho'nglarning ko'proq vaqti bor, imkoniyati bor, qobiliyati bor, tajribasi bor. Shunga ular bu ishlarni qilayotganda biz endi bizning hozircha qo'ltiqqa kirishimiz balki muvofiq bo'lmasligi mumkin deganda katta bo'ldi. Ammo bir nuqtani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu ishni burungi ajdodlarimizmi uzun muddatlik degili to'g'ri xili zaman bo'ldi. Hozir Xitoy nima qilyapti? 1 milliondan ortiq Uyg'urni bu qatim akirib ketdi. O'ylab boqinglar, bir misol bersam, G'uljida 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan Uyg'ur yosh bolalarning hammani akirib ketibdi asosan. Anadan u yerdan kasal chiqqan, og'rib chiqqan yoki sog' chiqqanlarning ba'zilarining ichida uzun bo'lmay o'lib ketgan, ba'zilarininki uch tub-tuz desam jinsiy a'zosi ishlamaydigan holatga kelib qolgan ahvollarni anglayapmiz. Bu qo'rqinchli ahvol. Bir misol desam, Xitoy deb boqinglar. Oshi 1 million Uyg'urga Urumchida burun ashtaga tarqalgan. Tug'maslik darisini ishirib imkoniyati bormi yo'q? Men deyman, Xitoy buni hech ikkilanmay qiladi. Hozir holatda. Cho'qim qiladi. Gerçi gumon bo'lsa-mu, ammo hozir isbotlari chiqyapti. Ba'zi ashaddan chiqqanlarningki orasida shunday ahvol bo'lganligini. Agar Xitoy haqiqiy niyatini buzib, hozir ochiq-oshkor Uyg'urni yo'qtiman deb chiqqan holatda boshqa nima demaydi? Bir tug'maslik darisini ishirsa, shu 1 millionga. Anandaki yana 1 millionni akirib, necha ming ishida hamma Uyg'urni akirib bo'lsa, Uyg'urning nasli 50 yilga qolmay qurib tugaydi. Xitoy buni qilmamda qiladi. 100% qiladi. Shuning uchun deyman qarindoshlarim, uzun muddatlik degan gapni qo'yishimiz kerak. Qo'l tiqib qilishimiz kerak bu ishni. Ya cho'nglarning orasida ko'rdik. Shu qadar razil insonlar bor. Og'zida inqilob deydi. Ammo qilayotgan ishi o'z ishidagi jidal majralar. Bir misol bersam, bu qatimqi namoyish shu qadar Uyg'urni shu qadar hayajonlantirdi, shu qadar umidlantirdi. Uningdan burungi tashviqotlar shu qadar yaxshi bo'ldiki, Uyg'urlar uyda o'tiranmas holatga keldi. Xuddi ashaga bormasa o'z Uyg'ur emasdek his qilgan holatga kelibdi. Shunga nurg'un Uyg'urlar bordi. Namoyishdan keyin nurg'un inkoslar bo'ldi, o'xshamaydigan inkoslar bo'ldi. Bir misol bersam, qurultaydagilar anglatdiqlar nima deb tashviq qildi. Mushundaq bir natijaning qo'lga kelishi qurultaydagi yangi rahbarlik organiniki chaqiriq kuchining kuchli bo'lganligidan deb Erkin Osiyo radiosida tashviq qildi. Naq maydonda Uyg'urning lideri, ma'naviy onasi Rabiya xonim nima dedi?
gerçi qurultay tashkillagan bo'lsa-mu bu ishni, namoyishni. Ammo buni haqiqiy tashkillovchi vatanda, turmalarda, lagerlarda yetayotgan 1 million Uyg'urim dedi. Shundaqmi deb to'lg'anti butun Uyg'urim shundaq dedi. Mushu ikki natijani, ya'ni ikki tarafning ovozini selishtirsaqlar bu yerda bir ziddiyat kelib chiqadi. Shuning uchun sizlar soptil, haqiqiy erkak, yosh, yaramliq bolalar ekansizlar. Biz ko'ryapmiz uni. Meningcha bu shaxs gerçi meningcha da'vatman, ammo nurg'un Uyg'urlarning o'rtaq fikri deb qarayman. Meningcha qo'linglardan kelishicha vaqtinglarni, zehninglarni ajratib bu ishga qo'l tiqib, o'sha haqning ichiga kirib, haqni ayiradiganға bir kuch chiqarsanglar, bir yoshlarning haqiqiy roli bo'ladi deb o'ylayman. Bu yerda boya degandek namoyishdan keyingi inkaslar har xil bo'layotdi. Boya oldingi savolga 4 odam 4 xil javob berdi. Men bundan xush bo'ldim. Biz bu yerda birisini maqtamoqchi, birisini tillamoqchi emas, haqiqatni so'zlamoqchi. Unda xo'sh, men bir savol so'ramoqchi, hammanglar uzun emas, bir jumlada javob bersanglar. Boya dedim, xalqimizning inkosini, namoyishdan keyingi inkosini. Ba'zilar qurultayniki to'kchisi deyotdi, ya'ni qurultayning chaqiriq kuchining kuchli bo'lganligidan bo'ldi deydi. Yana ba'zilar buni vatandagi shu zulm hamma Uyg'urni o'tiramas qavatgashga shu xalqimiz qo'zg'agan bu namoyishni deydi. Sizlarcha qaysi to'g'ri? Abdusalom. Ben bayam da buldum onu. Asli bu Xitayning aşıgan zulmü. Xitayning zulmünün hakikaten yani kabihlerce acayip bu kesinlik için bunda var. Tamam. Elşad? Xapamayının sualını yanmartını sorab baksana. Ben bir toluq. Muşa namayishqa sebep bo'lgan. Qurultayniki chaqiriq kuchimi yoki vatandagi xalqimizning zulmimi? Benim cevap verdiğim en zulüm birinci Abdüsselam'ın koşulunu Abdüsselam diyeceğim. Yani birisiye meyre Qurultayning kuchi bor. Seyit Tümtürk akımızın kuchi bor. Türkiye tarafından Rabia Qadir Hanım'ın kuchi bor. Ve qağan o'xshamaydigan Avropa bilan Amerika, Kanada, Avstraliya tarafı o'xshamaydigan yana tashkilotning hammasining kuchi bor. Ham az zulmni bor bo'lg'achqa hammadan qo'zg'oldi deb o'ylayman. Rahmat. Bilal qarinishimiz. Bununla asasen mening beradigan javobim bununla butunlay xalqimizning kuchi bor. Fakat teşkilatlar ya başka bir organlar şu onunki fakat böyle başlamçılıkla rolünü üyeleyemiz. Ama başka çıkışını kılamayız. Mesela çünkü biz hemimiz simbolik. Başkalar çıkmagalık için biz hem aldığı çıkıp kıvatımız hem başlamçı. Lekin asaslı köşeni halk oğalık için halkınki özü halap berip ayrıplan milletlerini seçilip baştan katmıştılar. Bunun da en son anda 95%, 98% xalqning kuchi. Javobim. Rahmat. Solih. Men ham shu bayatim Abdusalom qarindishimiz, bilan qarindishimiz va inson qarindishimizga gap qo'shilaman. Onaki shu millatning kuchi bor buniki. Shu millatniki hammasi mushunda zulm ta qirg'anligi, hammadanki urut qallara shu turmalarni qamalganligi shuniki kuchi bo'ldi. Bo'lmasa yana shu necha ming dollar xarjlab Avstraliyadan bardaga ish yo'q. Va yoki Turkiyadan yoki boshqa yerdan bardaga ish yo'q. Bu xalqning bu bir tashkilotning nimasi emas. U tashkilotmi amalsiz, ularmi amalsiz shu xalq nima uchun harakat qilmayotgan desa, bo'pti 5000 kishilik namoyishni qilmaymiz, askuchi deb ağızdan chiqib ketgan gap, shuning bilan ağızdan chiqib ketgandiki, uni majburiy ado qilishga misal majburlandi, ammo uni xalq asosan shu xalqning zulmi, umumiy millatning zulmi aşağı millatni faoliyatni aşağı o'tirishga majburlandi. Rahmat.
Yana 5 so'lim qoldi. So'rayotgandan keyin suhbatimiz oxirlashadi. Bu namoyishdan keyin Madoniya Uyg'ur qurultiyi bir chaqiriq chiqadi. Ya'ni ham Uyg'urlarga Uyg'urlik badali to'lash haqida. Bu gap tunji qatim bo'layotgani yo'q. Bundan burun Rabiya xonim qurultayga yetakchilik qilgan mazgildimi bu chaqiriq chiqarilgan, ammo har turli sabablar tufayli ishga oshmay qoldi. Sizlarcha bu qatim ishga oshami? Salih Xudoyor. Şahsen bu iş aşmaydı. Bunun kadar diyen üzem şahsen karşı durman. Çünkü bunlar 10 neçinin yazı bir milletki bir katim neç milyon dolar üyadın verip o pulumuz yoktu, yoktu, o yoktu, bu yoktu deyip ammiyadan tilamçılık kılıp geldik milletimizden. Ama 12 bir sınıfını mı, bir katim mı, bir 10 töyüsünü için bir katim mı, ma pulunu ben de işlettik, da bir aşkarlığını yok. Xuddilik maxfi bo'lganlik bu maxfi desek bo'lmaydi. Bu xuddilik bizniki Uyg'urlar qurol ko'tarib jihad qilayotgandek maxfi ashliq qurol operatorimiz desa u boshqa gapdi. Ammo bu yerda bizniki vatanda jihad qilayotgan va qurol ko'tarib Xitoy qarshi urushayotgan bir tashkilot yo'q, bir Uyg'urim yo'q hozir. Shuning uchun bularlik pulni yeb, haqni pulni yeb onun qilib barak qilib, onun qilib faoliyat o'tkazsin shu kunduzda alim qilib kechida yana orqali ishib bir-biriniki maznasini paranlashib o'tirsa, unda ish xalq bulur pul bersa bu xalqqa umumiy xalqniki millatniki xiyonat qilgan bo'ldi xalqmo. Bu boshda hisob berish kerak. 14 yilning yozi olgan pulniki hisob berish kerak. Nima ish ishlatdinglar pulni, qanday ishlatdinglar? Nima qildinglar, natijasi nima deb nima qilish kerak. Va bundan keyin pul oladiganlarmi, pul beradigan bir tashkilot bo'lsa-mu, xalq bundan hisob so'rash kerak. Ular oyda bishlardan chiqib, "Ma pulning manchilik pul chiydi, ma pulni manda ishlatdik" deb natija hech oshkor bildirish kerak. Masalan, bular Amerika hukumatining ma'noda bajalada bo'ldi. Qarasam bular ama Amerika Uyg'ur birlashmasi 2016 yılda 12 nima ba'di scholarship nima pul ba'di o'quvchilik deb yolg'on ashunda yezibdi davlatning olgan puli bilan. Chunki bular NED'ning 250 ming dollardek oladi. Shuni ashunda qildik debdi. Surishti qilsam men Uyg'ur oldum mishadim surishti qildim men. Qaysonlar bir balla bama bir 10 koy maldin bir 10 koy olganlar bama deb necha qatim nima qilsam bir odam yo'q chiqmadi. Bir odam chiqmadi. Bular her bir kichikini bir shikvaraqlik masini yezib qilishga 250 dollar badal pul deb elayotdi xalqimizdan. Andiki bu yerga 3-4 advokatlar bor, advokatlikni qilamiz deb Uyg'ur millatiminiki dötlikidan, bilimsizlikidan, ingliz bilmaydiganligidan foydalanib, normalda Amerika advokatlar bir 2 ming dollar qildigan ishni 6-7-8 ming dollar elib qo'yib o'zining millatini Müslümanlar kılmatıdır. Şunun için bu bedel pul degan narsaga resmi bir teşkilat, resmi vatan için, millet için hizmet kıldım ben. Şarkı Türkistan'ın müstakillik için hizmet kıldım ben. Milletimge cevap vereleyimiz, hesap vereleydiğen bir teşkilat bu olsa hiçbir Uygur'un ki birisiniz birişi bu paydı olmaydı ve pulunu verip koysak biz özümüzdeki milletimizdeki menfaatiga hıyanet kıygan bulunmaz. Çünkü bu pulumuzni sırap kıygan buluruz o çağda. Şunun meniki deydiğen gipim şu, hamda menin kararım şu. Rahmet. Elşad siz qanday bola? Men hozir birini deyamayman, chunki ularniki plan albatta bizning millatga hisobot lozim. Bu haqiqat. Men o'ylayman, ishimiga yeb shu hisobot yig'ish yaxshi plan. Ba'zan qarindoshlarimiz o'yining bo'lmaydi deydigan ish bo'lsa, eng yaxshi biz eng to'g'ri yo'l amaliyotda uni qanday shaklda bo'ldiramiz, qilib deydinganga, kerak beshimiz qatılsak taqim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki mayli qaysi tashkilot bo'lamdi, qaysi kim bo'lamdi, bu da'voga hisobot lozim. Bu bir gerçek. Mala hozir tashkilotniki qurultayniki az bo'lmaydi deydigan qarindoshlar bor. Lekin bo'lmaydi u plan bo'lmaydi, u xato bir yo'l deydigan ish bo'lsa, uni deblam qo'ymay bo'ladigan bir ishni, bo'ladigan bir planni chiqarib, birga hal qiladigan ishni boshqa tursak, taqimi
millatga da'voga foydasi tegimi ko'p deb o'ylayman. Abdusalom, siz qanday qo'la? Men endi boshqa kallam kelib qoldi-da, bu savolni bizdan so'ramay, bo'lsa qurultaydagilardan so'rasa deb qoldim. Chunki qurultaydagilar buni qilgansiz degandek. O'zlari ishon şu an yo'qmi? Mushuni tashkilot qilmoqchi bo'lganlar. Chunki endi bizning millatdan pul yig'ishmi tez. Hozir sal yaxshi bo'lishi mumkin, chunki hozir davlatimiz bir da'vo bir uyg'unish bir bosqichida. Mening kallamı burundan kiliti bu mava nemining gepi. Enerjiden alıngan pul ve onu işletiş, anlayınken bunun da çıkan ünüm, ya ki hayale hayalini bir barda bayan sağlık yerleşimiz diyendek. Buna İsa'nın çoğu diyendek. Halk hesabını sormadı çünkü halk resmicik pul diyerek ketmedi yani. Çünkü bana bir sistemlik giriş yok diye. Bana bir ilan ve bu kaydaki icra kılındı okuduk da. Ama Muş'un icraatımı bize köründü. Rabia Hanım çıktı, yüzü yangız zırdı mesela fullar. Rabia Hanım çıktı, ben bir Gollandiya'da bir yeni doldum, şu çat özüm sordum. Ya siz bir nemi yok mu? Bu siz pokkudan çoğup kaldınız, pokkut kestiniz, sizin onu çıkaracağım. Yani Muş'ta çıkandı bu konuya, bu kanda çıkış bu ana bu. Bizim işimiz Muş'un davalandı bu uygu diyen bu çoğu milletin davası olsa bu pul çıkış Muş'ta olandı. Kurultayın bunun da bir kızını kurultay yüzüge nispeten bir icabi başını neyse. Yani ben özünü talep kılantımaya kurultay silah hazır içe değişler. Bıçak söyleşkende talep kılantımamız da değilgen teogen. Hazır içe biz en uygulanan en nüfuzluk birinci teşkilat diye bir nama nimini ipmeni vatkan deydik diasporada, çetelde. İlvatka adem çokum bunda bir nimis buluş gerek bir pulcukluğa. Bir mekanizm buluş gerek. Bu pul jığılvatkan buluş gerek. Hazırlıkça bulunmadı bu iş. Bunu oldu mu şuna özlerden sonra bakta bu iş kanda kılmak için. Yani Rabia Hanım'da göz kelip başta jığamdı o. Ya kanda jığıldı bu. Çünkü başka teşkilatlarımız kıvatıda, başka programma, projektler kıvatıda pul jığılgan. Buların hemmesiga hem bir nüfus, aslında halkların kalbinin oynayan bir teşkilat, nüfusluk adamlar lazım. Rabia Hanım neymiş işgalı diye, çünkü annemiz deyimiz emimiz yanına. Pul verdisi bir yerdi. Şuna yakşırak oynuş gerek. Hakikaten yani aldığın katarda Muhammed diyecek koyuldu. Hakikaten bazı işlendiğin hizmetleri var, şunu işlep bulup, minacı planı koyusu bulup diye. Minacı sadece yakşı vakit koymadı bu planı. İlan kılgan vaktimde. Ama kurultayın özüne nispeten bu pul mesela bir ajanda bir proje buluş gerek bunda bir teşkilattan. Kağını hem de o Nurgun başka karakteri, başka Nazmullah var. Kurultay kim kandak isparıdı o nimler kılış gerek o başka mesele. Ama pul meselesiyle cevabım şu. Tamam, rahmet. Bilal qarindishimiz, siz qanday qaraysiz? Bo'ladi, Muxbir efendi, men bunga ikki bir qilib bir javob beray. Yuqorida uch qarindoshimiz so'zlab o'tdi. Birinchisi, bularninki bu ishi amalga oshmaydi. Amalga oshmaydi deyishimda bunda bir qator sabab bor. Boya qarindoshimizmi o'tirib qo'ydi, bular hisob bermadi, uning bir qancha qilog'ini ko'rsatmadi xalqqa buning bir bunda bir normal holatda bo'layotgan narsani demay keldi. Bunga men aytaman. Agar xalqdan pul yig'aman yoki shuna qilaman u desa, bular shu Tibetninki surgun hukumati bormi shunimizda Amerikada. Dalay Lamalarga o'xshash mushular xalqdan yiqqan Amerika hukumatidan beradigan pul bor shularga. Undan keyin o'zining xalqidan yig'adigan pul bor. Bedel pul deb ashlaninglar. Ashlan hammani hisobini berdi butlar butqcha qo'ndigana animalar. Aşı xalq, Tibet xalqiga. Munchilik pulni ishlatdik. Alanga ma'lumotga ketdi. Scholarship berganmisa munchilik o'quvchilar biz doktorlik, magistrlik narsaga munchilik pullarni berdik. Bilib qilinglarmani deb qildi. Bular qilibmi, bular qilmadi. Agar siz hisob beramiz desa, ashlar qilgandan ishni qilsin. Musulmon bo'lgandan keyin biz birinchi. Kafir qilgan ishni qilaylik. U vaqtda berdiganlar to'g'rimisimi telefon qilib o'zigidan berdi.
Agar unda qilmasa, Şahsan abi Abdüsalam kardeşimizin dedi, Rabia Kadir özü verip, Lama Gollanda'ya uçup verip, yardım pulcu qilsa, o boqsa hem de vermeydi. Hem de o undaqlıqındaki aldaydıgan o bu işe düşmeydi hem de. Agar hem de yana bir tarafdan hem de ma gipimni men ikki bir qilma deyishim kelib, yana beridu deb qasaqmi? Qanda beridu deganda hem de ma 5000 kishi namoyish bo'ldi. Xalqning hayajoni tig'ima shaptiga beslib ketmaydi. Ba. Manda holatdan bular hem de başka bir yollar bilan qaymoqtirib ilishim mumkin. Agar bergan taqdirdami bular masalan bu ashlarning o'zini tuzib qo'ygan aloqa organizationninki akkauntlar bo'ldi. Shuning tushmaydi bu. Aşağıda bir neçe o'g'ri bor. Shuning o'zining shaxsiy akkauntiga kirdi bu. Naqd pul olgandan keyin cash olgandan keyin bu. Uni hech kim so'rab o'tmaydi. Chunki badal puli deb to'laydi har bir oiladan masalan 4-5 can bo'lsa har bir canga 250 ko'ydim pul 250 dollardan pul kelsa 5 can bo'lsa 1200 dollar bo'ldi. 10 canlı parça 2,5 dollar bo'ldi. Müştan amene tıllamca akkaunt kirmay yan chiqirdigan gap. Unda qolganda haq bermaydi hech kim bermaydi. Ham shunda bu qolgan shop qatni berdigan odamni men birinchi o'p bermay deb to'xtadim. Bu nima unda bo'ldi u sen u olgandan keyin sen uni biz vatanimizni xalqimizni o'rlik erishtirman deyotgan bo'lgandan keyin sen uni xalqdan ilib, xalqqa ishlat uni. Xalqdan ilib, xalqqa ishlat, undan keyin xalq ko'rsat. Mama ishlarga mudaq qildik, muxbirlarni chaqirib yig'indiq mochik pul ketdi. Adab ma'minin hisobini chiqarib ber shundan keyin. Undan keyin xalq sen tig'imi qo'llaydi, undan keyin so'ramasangmi berdi. Bu agar unda bo'lmaganda sen uni shaxsiy tijoratga aylantirib olsang, hech kim bermaydi-ku uni. U sening shaxsiy tijorat emas-ku. Davlatning manfaat, millatning manfaati u. Unda olgandan keyin sen agar qilaman desang, o'sha Tibetdagi o'xshash, shunda bir Sharq Turkiston surgunda hukumatı boshlagan. Shularni kerak ishni qil. Tibet hukumatiga o'xshash, aptin hamma hisobotni chiqar. Nima ishlatgan bo'lsa. Undan keyin xalq berdi. Bermaganlarga biz sabr qilib berdigan qilamiz uni. Agar unda bo'lmasa nurg'un bolalar keldi menga dedi. Biroq shunda ishtirokdan biz shu Bağsak olmuşlar. İki varak isteyen kayarızı 250 dolar, 300 dolar pul verdik yani. Pul aldık yani bizden. Ya bazı ulağı var ama biz sana yakırız, izbirimiz, bizden nemizin etki, tamamını bekar gruplarımız yavarak atsamı sana izbirimiz, ben izbireyiz ama. Verip tapışlar istedim ama. Ya dedik biz. Çünkü bu doğruluk ben mağlama işleyen dinkin 55 minutlık Facebook'ta anlatıkladım. Şunu körp haqqallı bilirdi, belki görgen buluşum mümkün. Abdüsalam Kaymaş'ın başkaları sizin görgen buluşum mümkün mü? Aslında bağımlı. Deyilgen, delil, ispatla farklı. Tepsilatını şunu görgen samar buldu. Ama hazır, meyad vaktimiz kısmı olduğu için ben gitmemle üzüme. Eğer Tibet ülkemizde bir hükümet kılalığında vakti halk verirdi. Halk bunun avazı için. Eğer onda olmay, yani onun netisinde yakın. Şimdi kavatmandaki işini devamlaştırman bulursa halk bir pun vermeydi. Bir sinip vermeydi inşallah. Eğer berip qolgan adam bo'lsa yoki yana shunday xalqni olgan bo'lsa, xalq yana shu vatanimizdagi xalqqa javob berdi buningga. Birinchi Allohning oldida, ikkinchi xalqning oldida, uchinchi dunyo jamoatiga berdi buni. Nega ishlatgan uni olgandan keyin uningga bir hisob bo'lish kerak, ishlatgan bir o'rinninki bir adresi bo'lish kerak, bir narsa kerak uningga. Birisi birinin bergan bo'lsa, o nega ishlatgan buni so'rash huquqimiz bo'ldi masalan. Bunda olgandan keyin bularning bizning so'rash haqqimiz bor. Javobim shu. To'g'ri. Deymiz bu şu Uyg'ur tashkilotlari orasidagi eng cho'ng xatoliklar desek bo'ladi. Shundoq kamchiliklarning birisi hozirgacha biz buncha ko'rdik, shundoq pul yig'ishdan oshib, partizanskiy shaklda birimizni yo'qda yonchiq hisoblamag'udi, hech bir hisobot yo'q. Endi bizning xalqimiz oq ko'ngilga hozirgacha berib qo'yadi. Bundan keyin bu ahvolni o'zgartmasa, chunki har odamning puli o'zining qon tarbiyatligiga kelgan har bir tiyin shundoq. Uniki haqqini nima ishlatilganligini so'rash haqqi bor. Pulni bergan ekan, mana millatga ishlat deb bergan ekan, uning so'rg'ini so'rash haqqi bor. Ammo hozirgacha tashkilotlarimiz buni qilmayapti. Bundan keyin agar aqli bo'lsa, haqiqiy bir xalqqa javob bera oladigan, hisobini bera oladigan bir shaklda bir ish qilsa, xalq haqiqatan o'yg'onda ham jihatdan berishga tegishli bo'lsa berdi, bo'lmasa bermaydi. Endi oxirgi bir savolim. Navbatdan shu Uyg'urlar orasida shu cho'ng bir ittifoqlik
to'g'risida keng ko'lamli bir g'ulg'uli bo'lyotdi. Masalan, Rabiya xonimdan tortib, tuvandagi fuqarolarga Rabiya xonim dedi, qaysi kuniki suhbatimizda dedi, mushta bir plani borki, yana bir qatim o'sha hamma tashkilotning mas'ullarining biriga akilib, hozirgi vaziyatda birlashmasak bo'lmaydi, chuqur birlashishimiz kerak, kuchni biriga akammasak, bu kuchli Xitoy davlatiga tankilanmaymiz, ovozimizni haqiqiy turda dunyoga anglatamaymiz. Shunga men bütün tashkilotning vakillarini biriga akilib, bir kengash o'tkazib, shu yerda o'rtaq bütün Uyg'ur vakillik qilgan bir tashkilotniki yoki bir markazniki borliqqa kelishiga tirishiman dedi. Xalq orasidami u tashkilot, bu tashkilot chiqib ketdi, yana yangilari qurilyotdi, unda qolgandan o'sha bar tashkilotlarning hammani biriga akilib, bu Uyg'ur parlamentida ehtiromini qurib, har bir tashkilotdan vakil kelsa, shu parlamentga kelgan har bir tashkilotning parlament a'zolari o'rtaq ovoz qo'shib, bir haqiqiy nomdiki, haqiqiy xalq qo'llaydigan, ishonadigan bir surgundagi hukumatdek yoki boshqa bir nom bilan ataydigan bir markazni qursak, anadikin bir cho'ng bir ittifoqlikni ishga oshirg'ili bo'ladi deydigan bir sadolar kelyapti xalqimiz ichidan. Sizlarcha shunday bir cho'ng ittifoqlikqa sharoit bormi? Bu ish amalga oshamdi sizlarcha? Gapni Elchatdan boshlasak. Menimcha ish kerak. Endi aşağıya kelib qoldik. Qilmasak taqimo madava ishlarimiz taqim qolayim qolishdi. Ziyon tatgan millat bo'ldi, ziyon tatgan edi zulm uchratgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Shuning bu narsani cho'qim qilish kerak bo'libmi? Rabiya Qodir onamiz boshulab buni cho'qim mushig'ini qilish kerak. Bizga bu yig'im bek muhim bo'lib qoldi deb o'ylayman. Rahmat. Salih Xudoyor. Bununla ben 100% qo'shilaman. Bununla shu hammasi har tashkilotga hammasi degan gapim shu. Rabiya xonim onamizga buni quloqig'ini chiqitib bichildim. Ma'ni qilishimiz kerak. Biz aqid qilyapmiz. Millat bizniki vaqtimiz bek uzun emas. 5 yil ichida bir tuzuk bir harakat qilmasak bo'lmaydi. Birinchi yo'lab millatniki haqiqatan bir sürgünlü hükümet kurarsak Tibet'nikidek. Amma dadimiz 10 yılda pul jattımı 10 yılımız harjattın milletniki müstakillik hareketimi milletniki iyi çıkarlaydigan bir iş buludu. Müstakillik hareketimiz mi devletimiz mi müstakillikka Qaytan Şarkı Türkistan devletimizni kuruşka şunçalik yaqindaymiz. Bunu qilmay yana o'zaro o'zimiznikini qurib olib o'zimiznikini qilsak o akmaydı. Çünkü biz o xalqniki birlik bo'lmasa mustaqillik bo'lmaydi. Başta xalqni birleştirmemiz gerek. Xalqni birleştirishimiz, tashkilotni birleştirmemiz gerek. Pul yo'q, u yo'q, bu yo'q deymiz. Pul hamma narsa tashkilot bir bo'lsa, pulmi bo'ladi, ummi bo'ladi, diplomatlarimiz bo'ladi. Har davlat bo'lmasa bir 10 muhim davlatda ishg'ollarimiz bo'ladi, asli bilan munosabat o'tkazgan. Onun lekin diplomat yani qonun chiqara olamiz, uni chiqara olamiz. Vaqti kelgan chaqda qurol beradigan davlatlarimiz chiqadi, tarbiyalaydigan nimalarimiz chiqadi. Buni vaqtida qilishimiz kerak. Biz yana saqlab kiylar ishini qilsak, uni qilsak, buni qilsak da vaqt yo'q hozir. Hozir Xitoy bizni o'limga mahkum qilib qo'yapti, mahkum qilib bo'ldi va oyadi qarindoshlarimiz qiryapti. Qirib yo'q deyman bir nechasiga ukol sanjab nimalarni bol topolmaydigan ishlarni qilib qo'yapti. Bundan ketiyorsak, bugün bu milletimizni bizgin oyg'onib qalsak, oyg'onimiz foydasiz bo'ldi. O'chaq davlat mi qolmaydi, millat mi qolmaydi, vatan mi qolmaydi. O'chaqda shu o'zimizga vaq urib, yo'qlab ketamiz shu. Shuning uchun hamma da'vatgan gapim men kun har videosini da'vatgan millatim birlash. Sen hamma ma'lulga agar birlashmaymi deb nim qilsa, hamma sizin birlashsan. Sen birlashmasan, men sen bir tin bermayman, bir ovozingni anlamayman, aklını mangmayman deyiş gerek. Bu her bir Uygur'un mecburiyeti. Tam millet öz birleşiyor. Onun için bunlar oturup fikirlerini oturup koyup özüneki yol haritasını her kişi özüneki yol haritasını köstüp halk onun için hakikaten demokratik yollar bilen halk saylaydı. Halk madem reis kıysak bolduken, madem yol haritası iken de şu reisinin aksını menşimiz gerek. Boysunup. Onun için işimiz akıdı. Bunun yana işimiz akma yana şu yiyim emez. 10 yıl, 15 yıl deyken Uygur degen bir narsa kalmaydı. Vatanlikle kalmaydı. Vatanlikle kalmasa biz bu
3-4'ümüz bu chet eldekiler tilimiz mi yok, nimimiz mi yok, edip gityapmiz. Şahsen men bir yerde 18 yılını yazık oturmuş, arançı muşinçilik saklayalıptım. Atörgün balam bolsa, o balam mendim mütəl Uyğur sözlənməydiğən buldu. Onunki o bir Amerikalıqla elə bir yoki başqa narsa yoqaplam ketmiş şu. Bunun ki tez halatda qoğda düşkün şu bir hakikaten bir çoğun bir sürgün hükümetlik bir teşkilat oluş gerek. Onunki bu 5 yıl işide mənim Şərq Türkistan'da müstakillik qılmaz bir xərit yol xəritini süzüşümüz gerek və şuna qədər darhal alınışımız gerek. Bu mesela milletinki başka reislerimizdeydi. 2000 yıldaki Yahudildik. Biz o Yahudildik küçük bir millet emas. Biz onda imklanmayız. İktidarımız yokken kravatı men bir yerde kızlarımız Amerikalı kız giyip bardığan bazı oğul balalarımız o yaratmadı bu yaratmadı da yigitlerimiz başka nasıl etçimizin yukutup koyatkan. Bununki yolunu eleştirmiş resmi bir teşkilatın kuruş gerek. Bunu 100% kollayman. Rahmet. Abdüsalam siz qanday qaraysiz bu so'g'a? Men o'ylab qoldim endi bu birlish kerak degan gap chiqqandan keyin bu demak birlashish qalaymiqanchilik yoki birlashmaslik bor degan gap bo'ldi. Bo'lmasa menimcha hozir xalqimizning asosimizda birlashishlik. Birlashmayotganlar bu ishni menayotganda bizga ko'rinayotgani endi yaxshiroq desak, jiq gumon qilmaydi. Tashkilsizlik bor. Qalaymiqanchilik bor. Buni demasak bo'lmaydi bu radioda endi. Buni endi Rabiya xonim buni qila olamdi, menimcha men bek umid qilmayman. Ammo Rabiya xonimning qila oladigan bir ishi bor. Mening kallamda Rabiya xonim chunki bu qalaymiqanchilikning ishida rol olganlarning birisi. Menimcha mushuk gapimiz bugungi mushu suhbatimizdan eng muhim bir ish gibi bo'lib qolishi mumkin. O'sha oxirgi suhbatimiz bu gaplarning hammasi menimcha Rabiya xonim bas yaxshi. Xalqqa emas bu gap. Rabiya Elchat deb ketdi. Rabiya xonimning muhim roli bor. Bu ishning ichida rol olganning odamning birisi, yana birisiga xalq haqiqatan onimiz birdan bir nopozliq odamimiz deb asos xalq yana qo'llaydi onimizni. Bundan keyin o'zining rolini joriy qildirib bu ishni o'ngishashga o'tkazib vaqti menimcha o'ngishmaydi, lekin zodi bu ishda tashkilsizlik bormi yo undan bakarak avval boshqa inchimiz degandek tijorat qilib olgan ish yo undan ortiqroq ishlayapmi? Ashini hayotida aniqlayapti. Bunga chataq bo'ldi. Rabiya xonim hozir onam davatimiz keyinchi chataq chiqib qilishi mumkin. Çünkü qalaymiqanchilik rol olgan shaxslarning ishidimi bor chunki o'zi. Şuna yani tirish kerak, birlashtirishga tirish kerak. Birdan bir odammiz endi bu ishni qila oladigan. Qolganiga xalq unda bayroq ko'targandan keyin mangayvermaydi bizning xalqmi. Buning qilgan gapim shu. Rahmat. Bilal kardeşimiz. Ben bu fikre qo'shilaman. Chunki biz mayli tarqoq shaklda qilayotgan tashkilotlar bo'lsin, mayli angilingan tashkilotlar bo'lsin, hammamiz birga kelib bizning maqsadimiz shu. Saydan iborat bir birlashishimiz bo'lgandan keyin, buni yo'qotish bo'lgandan keyin biz mushu konuda, mushu temada jiddiy bir ciddi bir iş üstüde bir oylanıp ciddi bir bunun tez çıkmasak bizden bayağı kardeşimizin de ötse bizden vaktimiz bek az hem de. Muhbiratanı siz nasıl tutarsanız bayağı bizden çoğunlarımız mı bu bek uzun dava bu dep oturuyorsak bu uzun dava dep oturuyorsak onun için bizden keyinkiler kendim olamasında bizden ballarga bu uzun dava dep oturuyorsak bu milletning işi şu aslında uzun dava deb davomli ishlayverdi. Aşağı biz bu uzun davani uzun qilib o'tamay, buni qisqaroq qilgan bir yo'lni tepib, bundan keyin ma'da Xitoydan bir qutulsak, qanday bir yo'l qutulsak. Buning bir oddiy misol, ma Qirg'izistondagi Azat Qosimkam bilan ko'rishsam shunday bir gapni degan menga. Biz bütün dunyodagi Uyg'urlar har xil usullardan foydalanib, xalqaro bizni nima desam,
biz mayli Qirg'iziston yashagan Uyg'urlar olsun, O'rta Osiyo, Uyg'urlar bo'lgan hammamiz birlashib, mayli tarqaq tashkilot, mayli hukumatningki guvalig'idan o'tib, ashlarningkini mustasqini tasdiqlagan tashkilotlar olsun, biz bir yerga kelib, hammamiz boshni bir yerga kelib, mushu jiddiy mushung bir qarab, buningga bir strategik bir plandan birini tuzib chiqib, Xitoyni yo'qotmasak, bizning vaqtimiz az qoldi. Xitoy bizni yo'qotdi, hozir ochiqdan ochiq oshkora qilayotgan bo'lgandan keyin, sonra buning biz jiddiy qilmasak olmaydi. Mayli biz qurolliq qilamiz, mayli qardosh. Aynan bir hal qilmasak bizningki vaqtimiz az qoldi. Biz buni uzun da'vo deb o'tirdiganga bizning vaqtimiz yo'q deb shu bir jurnalist, shu ziyoli shu gapni qildi menga. Bo'lgandan keyin buni men o'yladim. Shunda hozir bu qarindoshimning degan fikrlar uning uchun siz o'tirib qo'ygan bu savolga biz qo'shilamiz. Agar ashuna qila olsa, butun tashkilotlar birlashib, buni bir ovoz berib, Sharq Turkiston surgundi hukumati deb turib, ma'vo Tibetninkidek Tibet surgundi hukumati. Ashuna qilib ovoz qo'shib, biz har bir o'rinda o'zimizningki shu ishlarimizni bir to'liq bir joriy qildirib, odamlarimizni evatib, tarbiyalab, uningki vatanimizga kirdigan, uningki vatanimizning hiqining topimidan evoldigan ishni qilmasak, biz bu yana uzun da'vo deb yana shu anaqa kichik valnalarga quruq so'skini deb oldigandek shunday deb yutib shu yo'qotishimiz gap shu. Boshqa javob yo'q. To'g'ri. Rahmat deymiz. Hozir bir xil jiddiyat bor bu ishda. Hamda qaysi kuni Rabbiya xonim bilan bo'lgan suhbatimizda o'sha bir plani borligini, butun dunyo miqyosidagi ziyolilar, o'limalar, qatorliqlar bilan maslahat qilish orqali bir plan tuzganligini deb o'tdi. Uzun qolmay buni ishga oshirishga tirishdik, ya'ni bir oliy kengash degandek bir yig'in ichib, o'sha hamma tashkilotning vakillarini kelib o'rtoqlashib, mustaq bir ishni vujudga chiqarishga tirishganligini aytdi. Inshaalloh bu ish tezroq vujudga chiqsin, hammamizning umidi shu. Oxirida hammalarning vaqt chiqarib, suhbatga kelib berganinglarga ko'p rahmat aytaman. Ko'p vaqtinglarni oldim. Hammalarning turmushiga xotirjamlik, ishinglarga utuq tilayman. Xayr, Allohga omonat. Alloh razı olsun, rahmat. Assalom. Aziz qarindoshlar, yuqorida radiomiz muxbirining bir qism jangovar yakshlar bilan ilib qolgan radio suhbatining 3-bo'limini angladinglar. Keyingi bir programmada ko'rishishimiz bilan xayr xo'sh, Allohga omonat.